Sizni butun umr aldashgan maktab darsliklari, filmlar, hattoki seriallar ham. Tarix bu g'oliblar yozgan ertak, lekin haqiqiy faktlar boshqa narsani aytadi. Kleopatra, siz uni Misr malikasi deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Aslida esa u Yunon edi va u hayoti davomida biror marta ham piramida qurilishini ko'rmagan. Chunki u yashagan davr hozirgi biz yashagan davrga piramidalar qurilishidan ko'ra yaqinroq. Kleopatra iPhone ixtiro qilinishiga yaqinroq davrda yashagan, lekin piramidalar qurilishiga emas. Endi vikinglar haqida, ularning shohli dubulg'alarini eslang. Esladingizmi? Endi unuting. Birorta ham viking jangda shohli dubulg'a kiymagan. Bu 19-asr opera rejissyorlari tomonidan o'ylab topilgan dekoratsiya edi. Haqiqiy vikinglar oddiy silliq temir dubulg'a kiyishgan. Shohli dubulg'a esa boshni dushmanga tutib berish bilan barobar edi. Va eng asosiysi Buyuk Ipak yo'li. Siz bu yo'lni eng qadimiy yo'l deb o'ylaysiz-a? Lekin bu termin atiga 150 yil oldin nemis geografik tomonidan 1877-yilda o'ylab topilgan. Ungacha bu yo'lni hech kim bunday nom bilan atamagan. Biz o'tmishni hozirgi nomlar bilan qabul qilishga o'rganib qolganmiz. Lekin o'tmish biz o'ylagandan ko'ra boshqacha bo'lgan. Agar siz ham hozirgina hayotingiz yolg'onligini tushungan bo'lsangiz, ushbu videoni do'stingizga yuboring va uning ham miyasini portlating, chunki